Ой, блин, педали перепутал. Qanaqa pedali перепутал? Скорость перепутал. Demak, assalomu alaykum barchalarga. Hammalarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi videoyimizning mavzusi boshidagi videoni ozginasini ko'rib turib o'zingizlar nima bo'ldi bu? Asadbek bilan Xudoyor o'rtoq bilan nima sodir bo'ldi? Nimaga bunaqa voqea bo'ldi? Hammasini tushuntiribsizlar, bilaman hozir. Qiziqyapsizlar. Hozir men gapirishimga emas, qachon tezroq tushuntirib ber Asad. Nima bo'lyapti bu yerda? Nima qo'yapti? Hammasi o'shanisiga qiziqyapsizlar. Bo'lmasa videoyimizni boshlaymiz. Introyimizni qo'yamiz-da, ketdi bo'lmasa. Demak, bo'lmasa sizlarga hammasini tushuntirishni boshlayman. Oddiy kun edi. Xudoyor akamiz ko'chaga chiqib ketdik. Mashinani oldik, zavat qildik, o'tirdik, Xudoyor rulga haydadi. Bordikda mashinani yuvish kerak edi. Biz har doim moykaga olib borardik, karchir qilardik. Shu paytgacha ko'p etkib olib borganmiz-da. Shu bilan nimadir bo'ldi, Xudoyor aytdi, "Yur" dedi, kanalni oldida moyka qilamiz bugun o'zimiz dedi. Udim-sudim kuvol oldik, mashinani olib bordik. Bir cho'milmoqchi bo'ldik. Cho'milishga tortmadi ish qilib. O'zi aslida cho'milishga borib, keyin mashinani yuvmoqchi bo'ldik. Mashinani yuvib bo'ldik. Shavkat turibdi yonimda, Xudoyor turibdi. Hammamiz moyka qilib bo'ldik, ustidan suvlarni sepdik, hammasi chotki, kulishib, pulishib, suvlarni ichib, morslarimiz bordi, morslarni ichib, hammasi zo'r edi. Sal pastroq qolib tushib qo'yganda tagida muncha suv edi, ya'ni mashinani qanaqa qilib olib kirdi Xudoyor. Bundoq olib kirgan, ya'ni tagida ballon uch suvda edi, tushunyapsizlarmi? Oldinga haydasanglar uch suvga tushib ketardi, o'shanaqa darajada edi. Bu bilmayman, oldiga urib olgan, orqaga uraman deb, ya'ni orqaga mashinani olib chiqish kerak, quruq joyga olib chiqish kerak. To'g'riga olib borsanglar, o'zingizlar videoni ko'rdinglar, to'g'riga olib borsanglar, sizlar faqat kanal, suv, to'la suv. Men yarimim keladigan dajmani past cho'kadigan, yarimim keladigan oddiy kanalli suv edi. Orqaga olib chiqib sekin bo'ldi, moyka qilib oldik, chotki ichlarini, salonlarni, polnilarni, hamma joylarni moyka qildik-da, chotki qilib yarim soat vaqtimiz ketdi-da. Xudoyor o'tirdi, biz bu yoqda edik Shavkat bilan. Shuni orqaga olib chiqish o'rniga oldiga ketib qoldi. Просто bor, bor. Просто bor. Shunaqangi bir hayajon bo'lib, shunaqangi bir qo'rqib ketdik. Endi ko'rsanglar, baribir nima bo'lsa ham hali yoshmiz va albatta birinchi Xudoyorga ketib qoldi hayolim. U Xudoyor tinchmikan deb diqqat qilib pastga tushib ketdi, mashinani ichi suv bo'lib to'lib ketdi. Yonga qarab suv tortib ketyapti, ishoninglar. Mashina tushib ketishidan oldin bitta amaki sakragandi suvga. Bitta o'zi sakragandan keyin cho'mildida chiqolmay qoldi, ishoninglar. Suvni apor shunaqangi kuchli edi, shunaqangi kuchliligini, buni ko'z bilan ko'rish kerak edi. Sizlar o'shda yo'q deyiladi. Bor daji amakini chiqarishga o'rtoqlarni chaqirdi. "Meni chiqazib yuborlaring" deb. Yoshi katta, 45 yoshli amaki ham o'zi suvga tashab, o'zi chiqolmay qoldi. O'rtog'ini chaqirdi, ish qilib bo'pti. U amakilarni tinchib qo'yamiz. Qarochi mashina tortib ketyapti, tushundinglarmi? Mashina o'chib qoldi joyida. Keyin men bu yoqda "Xudoyor" deyman. Baqiryapman, mashina bilan Xudoyor ichkarida ketyapti. Hamma uchta eshik yopiq. Xudoyor oldi tomondagi, shofer tomondagi eshikni ochib qo'ygan, ya'ni oynani ham polni tushirib qo'ygan. Shu endi orqa tomondan qarash uchun, o'ziga strafovka bo'lish uchun. Bitta oyoqni yana chiqazib olganda, bitta oyoq faqat gazda bo'lgan. Bu orqaga urish o'rniga oldinga urib olgan, oldiga urib olgandan keyin paqqitib tushib ketdi kanalga tushgandan keyin suv tortib ketdi. Ozgina masofada qanaqadir, endi 1 kilometr duramayman, 1 metr 2 metrcha suv tortib ketdi, ishoninglar, suv tortib ketdi. Tortib ketgandan keyin xayol shunaqa ketyapti. Xudoyor bu yoqdan chiqa olmayapti. Mana shunaqa joydan zo'rg'a chiqib oldi deylar. Bu hammasi endi bir qanaqadir balo degan bo'ladi. Bu o'zimizga xohlamadik bunaqa bo'lishini. Yoki siz o'ylab turibsizlar, bu Litvini bir achchikasi bo'lib turib, bu kanalga mashinani tashib yubordi. Yo'q, unaqa emasmiz, hali unaqa darajaga chiqqanimiz yo'q hali. Hozircha hali yoshmiz, mashina haydab mazza qilib yuradigan paytimiz. U Litvin mashinaga to'yib bo'lgani uchun u yoqib yuborgan. Temasini tugatamiz uni. Hali ham yana bitta narsa bor-u. Biz mashinani olib kirayotganimizda, ya'ni cho'miladigan joy, ya'ni kanalni oldiga kirayotganimizda, biz mashinani qo'yib endi tushayotganimizda, bu yoqda bitta Damas, bitta Cobalt bordi, bitta Nexia bordi. Uchtasi ham cho'mildida ketdi. O'zimizda qoldik. To yuvib bo'lganimizgacha mashina kelmadi. Endi yuvib bo'layotgan paytimiz, yuvib bo'ldi ham o'zi. Xudoyor mashinaga o'tirib, orqaga yuraman degan payti, endi yana bir ikki akalarimiz keldi. U akalarimizga ham respekt, ular yordam berishdi. Bizani olib chiqishiga, mashinani olib chiqishga ham yordam berishdi. Qanaqa situatsiyalar bo'lib ketdi, ko'rsanglar, ichimizdan nima o'tib ketdi, Xudoyor ichidan, meni ichimdan nima o'tib ketdi. Ko'rsanglar, wow, prosta. Buni real men sizlarga iloji boricha videoni qisqa qilib telefonimda olib sizlarga ko'rsatishga ham harakat qildim. Hali ham bor-u, bir 10 kishidan ko'p bo'lib turib mashinani olib chiqishga tushdik. Hammamiz tushib ketyapmiz. Okalarimiz cho'milmasdan. Endi kiyimini almashtirib, bir xilgilar almashtirmagandi. Tap almashtirib, shu mashinani itaryapmiz, чтобы oqib ketmasin. Xudoyorim zo'rg'a chiqazib oldik. Mashinani bunda itarib turibmiz.
ishlayapmiz. Napori ham kuchli-da. Suv kanali napori ham kuchliligida 10 ta 15 ta odam bo'lib turib mashinani itaryapmiz, orqaga olib chiqa olmayapmiz, ya'ni quruq joyga. Voy, quruq joyga olib chiqa olmayapmiz. 10 kishi, 15 kishi, ya'ni bir 7 ta akamizlar govdali hammasi, katta, yoshi katta. Ularning kuchi yetmadi. Hali ham bir ular bor ekan, ularga respekt bor. Bir balodan, nima desa, bir balodan chiqib ketdik-da bor. Agar Xudoyor ekanlarimiz qolib ketganda, Xudoyor o'zi mashina ichida zo'rg'a chiqib oldi. Men o'zim hech nima qila olmasdim-da, men kichkina bo'lib turib hech nima qila olmasdim. Hali ham akalarimz keldi, akalarimz tushdi. Tushgandan keyin ular bilan ham mashinani olib chiqa olmadik. Shavkat ukamizdan jo'natib yubordik, yo'lni bo'yida qarshi evakuator nomida hech kimda yo'q, ko'rsanglar. To'xtang, shu joyda videomizni to'xtatamiz. Sizlarga OneWin reklama qilib o'tib ketmoqchiman. Shu videoning tagida silka bor. O'sha silkaga bosasizlar va silkaga o'tganinglardan keyin registratsiyadan o'tinglar, registratsiyadan o'tganinglardan keyin Asad Abdu promo kodini yozasizlar va albatta sizlarga 500% depozit beriladi. Mana silkamda o'tasizlar, просто registratsiya qilasizlar, sizlarga albatta 500% depozit beriladi. O'zim ham registratsiyadan o'tdim, registratsiyadan o'tganimdan keyin va albatta berilgan depozitlarni futbol, kazino, sportlarga stavka qilib turib, hozirda pulimni 8 million qo'yib oldim. Ishonmaganlar uchun bu mana sizlarga videoda ko'rsatib o'tib ketaman. Hech qanaqa bu bir Photoshop emas yoki montaj emas, mana shundoq profilim ham bundoq ko'rasizlar. Приложение kiraman, просто tak mana pulni o'zingizlar ko'rib turibsizlar mana. Berilgan depozitlardan hozir 8 million qo'yib oldim. Так что shu videoning tagida silka bor, o'sha silkaga bosamizda registratsiyadan o'tamizda, registratsiyadan o'tganinglardan keyin Asad Abdu promo kodini yozish esdan chiqmasin. Sizlarga 500% depozit beriladi. Tezroq soqqana qilamiz. Men o'sha registratsiyadan o'tdim, просто 8 million qo'yib oldim. O'ylayapsizlarmi? Давайте tezroq o'tamizda, tezroq registratsiyadan o'tamiz. Soqqani bosamiz, soqqani. Давайте. Bo'lmasa videomizni davom ettiramiz. Evakuatorga telefon qilish kerak. Evakuator chunki tortib olib chiqadi, chunki tortadigan bundoq temirchasi bordi uni. Oxiri zavodda ishlaydigan klinzi o'tib ketdi. Katta kran bo'ladi-yu, katta anaqa kran, ya'ni stroykalarniki. Hali ham o'sha akamizni chaqirib, akamizni bu yoqqa chaqirib o'sha videolarning hammasi bor. Keyin uchu klinzi kelayotgan, ya'ni o'sha katta mashina, kran deyiladi. Kelib turib, kran kattaligidan mashinaga qo'yadigan bo'lsak, barib tortib chiqaz olmas. Tortib chiqazganda ham orqa kuzovi yoki bamperlarni tortib olgan bo'lardi. O'shaning uchun arqon bog'lab, biramallab olib chiqib oldik. Allohimga behisob shukr. Bu nazarda tushiramadi, bu ona qo'rgan, oldiga qo'rgan. Beguru ortisi. Rega o'say qanam, orqaga boshqa edi. Matlarim so'masdi-da. Men nomer Seviyap qaydor, aka qaydor. Yetar bari to'xtang, balo bu yoqda naqasi qopti. Oyoq qo'ymay. Давай. Yo'q, Xudoga shukr. Onani endi qanaqatga qo'yilgan. Mana men cho'ntagingizni to'ldirishdim. Shu joyda kalit cho'ntagim deydi, bilmayman men nimaga bunaqa dovdiradim. Endi o'sha payt hayajonida, o'sha payt endi mashina suv deydi. Glavnisi hammasi tinch bo'lishini, yaxshi bo'lishini xohladim. Shunaqa gaplar. Agarda sizlarda shunaqa voqealardan biri bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozib beringlar, bir kunlayman. Kelsa tekst qilib yozib ketsanglar, dialog qilib yozib ketsanglar, o'qib chiqaman beringlar. Bir kunlaylik, давайте. Sekin mashinani quritishni boshladi. Ichini shunday eshigini ochishlari bilan uje kursilar suv bujitib tushib kelyapti. Как будто uy yoki qaysidir kinolarda uylar suv to'lib ketsa, eshigini ochsanglar deb napor bilan ketib qoladi-ku, tornadolarga o'xshab. Ish qilib shunaqa voqealar bo'lib ketdi. Xayolimiz glavnisi olib chiqib olsak bo'ldi. Xudoyor ham shokda, Xudoyor ham qo'rqyapti. Xudoyor, hammasi yaxshi bo'ladi. Xudoyor, hammasi yaxshi bo'ladi. Olib chiqib olsak bo'ldi. Quritamiz ham mashinani, olib chiqamiz, quritamiz deb Xudoyorni sekin ko'ndirib, hammasi yaxshi bo'ldi. Va albatta olib chiqib oldik. Sekin mashinani quritdik, polni uygacha olib bordik, uyga tortib olib bordik. Uyga olib borganimizdan keyin domni tagida polni sideniya, hamma narsa mashinadagi bor narsalarni olib chiqdik hammasini. Boru, hali ham yana biz bu yoqda edik. Telefonim ham bardachokda bar deydi. Mana skorost oldida turadigan bar bor. Bardachok deyiladi. Bardachokka bunday ochilib yopiladigan telefonimni ham o'shga solib qo'yganman. Telefon, ya'ni mashinani ichi polni yarmi suv bilan to'lib ketdi.
Lekin ichkarisi to'lib ketyapti-da bola. Suvdan ariyoqdan motor kattadi. Ichkarisi to'lib ketyapti aka suvga. Просто borma, orqaga qaranglar. Prosti ham borda. Prosto bor. Yo'q, buni bori prosto xohlagan darasi. Buni ham bor. Oldin bu yoqqa so'ramiz-da. Ha, ketib qolmasa bo'ldi-da. Ha, dokumentlar qaranglar bor. Qo'lni. O'zinglar videoda ko'rdinglar, polniy suv mashinani ichi to'lib ketdi. Spleni pastda deysizlarmi, kalit turadigan joy rulni yarmigacha, ya'ni mashinani polniy suv, yarmi suv bo'lib ketdi. 50% suv, tepasi 50%. Tepasigacha chiqqani yo'q. Hali ham suvi napori kuchli bo'lgani bilan suv unaqa chuqur emas edi. Kanal unaqa chuqur emas edi. Hali ham bilmadim, agar unaqa chuqur kanalga qanaqadir o'ziragami borganimizda vashi suv, mashina suv tagiga tushib ham ketardi-da, oqib ketish tugul bitta joyda turardi, lekin pastga oqib ketardi. Hali ham bir men yarimim keladigan kanalga boribmiz, ya'ni mashinani yuvgani. Cho'milmagan daji borim. Shu yarimi mashinani yarimi suv bo'lib to'lib ketdi. Glanisi olib chiqib oldi, olib chiqib olganda eshik ochganda ham shunaqangi suvlar to'lib, to'kib, toshib ketdi, qarochi. Mana qaranglar, ishlar polniy suv bo'lib ketgan bor-ku, mana pastlar. Xalos to'y bo'lsa bo'ldi. Glavnisi mana sog'-salomat olib chiqib oldi. Endi ichkarilarni quritib olsak, bizda borib bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandik. Mana bitta turibdi. Sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, mana kecha turadi baloni. Birinchi balon mana kecha turadi. Turgandan keyin Xudoga bu tushuntirib beryapman, jim tur. Granus olib chiqib oldik-ku. Bo'l ustiga qarochi shampun pamir qo'yib olgandan keyin bo'l orqaga chiqib oynani artish kerak edi. Qo'yar, esdalik qoladi o'z-o'ziga. Orqaga chiqib, xudo nazat boraman deb bilmayman. Deni urib olganmi, oldiga qarab ketib qoldi. Bu yoqni o'zingizlar ko'rdinglar videoda. Biznes ikkinchi olib kelmanglar, borsizlar ham borib. Tavsiya etmayman. Shunaqa gaplar. Ustimizda qo'l, hamma yoqimiz abjar chiqib yotibdi. Shortilarimiz qo'l. Ishqilaman glanisi mana suv bor edi, boy hozir yo'q bo'lib qolgan. Yaxshi mana. Qurib qolgan lekin mana yaxshi. Mana mashina shundoq kirgan, oyoq kiyimlarni qaranglar. Mashina mana mashgacha turganda baloni nazarda orqaga qilaman deb ketib qolgan. Dajmantlar suv bo'lib ketdi. Prosto mashina mantga tushib ketgan edi. Bo'yaganman. Odamlarga sochim bo'yaganim qiziq bo'ladi. Birat sochim bo'yaganmiz aniqda. Aslida menmi? Endi hozir mana olib ketamiz ekan. Sistemay tortib turadi, normalniy bo'ladi. Mana qarang, bitarchi. Ha, unangni. Oh my god. Ha, chiqqandan keyin, suvdan chiqqandan keyin. Yo'q, qolmadi. Hammasini olib oldik. Boboy, siqilma, hammasi yaxshi bo'ladi. Esdalikka bitta qarab qo'y. Hech kimni eshitma. Rasxod keyin grannis quritib olsang, tuyt qo'yaramiz bu yoqga. Mana qarang suv, voy. Tozalaymiz, qo'y xudo. Arabaga boradiku. Haydagan. Suv qara, suvni nima? Tosh tegyapti, qolib ketgan toshlar. Da, bilan. Bunaqa mo'yka qilmagansan, xudo endi mo'ykani mo'ykasi bo'ladi. Bunaqa mo'yka qilmagansan. Litwin, brat. У нас четкий контент, мировой контент. Хуйня Mercedes Spark. Литвин, твой Mercedes хуйня была, а у нас вот Spark. Что случилось? Вы посмотри. Что случилось? Войвача отдыхает. Да. Такого никто не делал. Мировой узбекистанский контент. Просто на YouTube поедет. Тебя, да, снимают, тебя. Бля, у него непонятно, да, какие тормоза, блядь, горят. А, валенки же. Электрика, долго, блядь. Сейчас на ДСК, да? Нет, на один. А, домой? Да, сразу. Его мама в курсе была. А, ну правильно. Orqada Nexia. Ostda kam rulda orqada? Nexia.
Mana soat 3:30 bo'ldi. Nimaga yotibmiz deb o'ylashlar. Nimaga yotibmiz, xudo? Qaraylar, ko'chada soat 3:30 da yotibmiz. Mana boyagi voqeadan keyin mana hali ham qo'l yotibdi. Endi xudo xohlasa ertalab quyosh chiqishi bilan quritib turib, omadinglarni bersin, quritib turib borib, men hammasini tushuntirib kelay. Quritib turib, quritganimizdan keyin sekin mashinaga ilamiz. Mana men bardachok aytgancha telefonim mashit edi, suvga tushib ketdi. Telefonim ham polniy suv bo'lgandi. Hozir mana telefonim orqasi sinib to'g'rilab oldik. Telefonim mana mashit edi. Hali ham joyida mashina yarmi suv bo'lib ketgandan keyin telefonimni chiqarib olgandik. Mana bu yoqda X2 YouTube'ga uka. Mana Shavkat uka, Shavkat ham o'shit edi. Biz bilan Jo'ra ukam yo'q edi keyin kelishga. Hammamiz ertalabgacha yotibmiz mana. Mana qaranglar, mana poliklar, hali ham poliklar chiqarib tashladik. Poliklarni hali yuvmagandik, mana qaranglar. Parkki yonlari, Sparkki bu qati. Ha, bu ham shu yon tomonlari. Yon tomonlar hamma narsa chetda, mana qarang. Hammasi mana akkumulyator, mashinaniki, polniy, hamma salondagi anularni nima deydi? Nimadir demani hozir esimda edi. Yo'q, menda nima bo'ldi menga degan? Ha, sideniya mana. Sideniya. Mana короче, mashina o'sha 431. Xudoga behisobchiga yig'labdi, xudoyor manda. Yig'labdi. Qara, bechora suvga tushib ketdi, bechora. Mana ishlari yaxshi bo'lib qoldi, mantlar qurib, mana ustini ochib tashlaganmiz. Mana o'zini anu datchik akkumulyatorchalari bo'lar ekan, ya'ni fonar yonish, o'sha miyasi bo'lar ekan mana mashit. Sekin bitta kalpak, короче, qaranglar, prikoli zo'ra. Bu kalpagi o'g'irlab ketishgandi, qizil edi to'rtta tomonida. Bunisi kanalda oqib ketdi. Faqat mana shu ikkita kalpak qoldi, короче, mana bitta, orqada ikkita kalpak bo'lgan hozir. Oldida ikkita kalpak. Mana polniy mashinani qo'shnidan ularga chekib tashlaganmiz. Qarang, hamma mashina bombosh, mana golli. Mana mashinani ichi. Mana sizlarga mirovoy kontent bor. Mirovoy kontent O'zbekistonda hech kim bunaqa narsani qilmagan. Mana polniy mashinaga ichi suv bo'lib ketgan, mana teshiklarini olib tashlaganmiz. Mana probkalari mana shular bilan yopsa bo'ladi. Xudo xolasa, sizlarga hammasini albatta mana YouTube kanaliga batafsil to'liq tushuntirib beraman. Hozir prosta ahvolimizni yo'q, shunda o'tirib gapirishga YouTube'ga qisqacha sizlarga bunda tushuntirib qo'yib beraman. Mana polniy mashinani ichi o'zingizlar ko'rib turibsizlar, mashina bombosh, golli. Mana kalitlar ham shu yerda ko'chada yotibmiz. Mana ustidagi hamma narsa mana 2000 chiqib qoldi, 2000 so'm. Endi bizga ertalab hozir mana soat 3:30 4 bo'lib qoldi. Xudo xolasa endi ertalab 6-5 larga quyosh chiqadi. Xudo xolasa qizdiradigan payti kerak bo'ladi. Bizga soat 7-8 xudo xolasa. Mana sideniyalarimiz hozir esimdan chiqib ketdi. Sideniyalarimiz isiganidan keyin bir ustlarini artib tozalab, polniy sideniyalarni yotqizib olganmiz. Endi bizga hozir quyosh kerak, tushunyapsizlarmi? Quritib olganimizdan keyin sekin mashinani hozir golga yechirib olganmiz. Sekin endi formalarni berib kiyintirishimiz kerak. Shunaqa gaplar. Endi ertalabgacha shetdamiz. Xudoyor, taassurotlar qanday? O'zbekistonda hech kim bunaqa mirovoy kontent bo'lmagan ishon. YouTube bong'lab ichdan chiqib oldim. YouTube, Instagramdan bong'lab ketadi, xudoyor. Qaranglar, biz ham mo'yka qildik, ya'ni mashinalarni polniy mo'yka qilib oldik ustiga. O'zimiz bugun qilmoqchi bo'ldik, atak shu paytgacha borib, karcherlarda realniy mo'ykachilarning oldiga borib, o'zimiz mo'yka qilganmiz shu paytgacha. Bir xudoyor bilan sho'milib mo'yka qilmoqchi bo'ldik. Xudoyor mo'yka qildi. Xudoyor taassurotlarni sekin gapiror. Mana qaranglar, mashinani yuvib bo'lganimizdan keyin biz Shavkat bilan tashqarida edik. Xudoyor, mashinani orqaga olib chiqish kerak edi. Mashinani yonida edik. Mashinani yuvib bo'ldim, qarorchi endi orqaga artishga chiqaman desam, kimdir chaqirib qoldimmi, chalg'idimmi, orqaga urish o'rniga oldiga haydab olganman. Shunaqasi toyib ketdi. Da, orqaga olib chiqish o'rniga burchak bor ekan, eshik tomon turib qoldi. Burchak o'rniga ketdi. Mayli, mashinani qo'yinglar. Men xudoyor o'rtog'imdan ajralib qolishimga ozgina qoldi boru. Bechora 19 ga kirganiga endi 2 kun bo'lgandi boru. Boya gap qolib ketdi, короче, nazat orqaga urish o'rniga nima bo'ldi? Chalib qoldim, oldiga urardim, shundan O'shaning uchun hech shoshilmanglar, boru o'rtog'imdan ayirib qolishimga ozgina qoldi, jigarimdan boru. Mashinadan chiqolmay qolib ketdi, boru mashinasidan chiqib o'zi qochib. Qanaqa joydan chiqib keldi? Mana shunday joydan chiqib keldi, eshik ochib borib, bitta 3 ta orqa eshik yopib oldi. Ko'rdinglarmi? Hayot uchun kurashda bu. Mashina bilan oqib ketayotdi atak bu bola. Mashina bilan oqib ketayotdi, boru. Mashina bilan ketib qoldi deb. Suv kelyapti, eshik ochilmaydi. Mashinani yarmi to'lib ketdi. Yarim ketdi. Qizarib ham qoldi. Kichkina. So'yamda mashinani bosib turdi. Bitta oyoq tashqarida edi ish qilib. Qo'llarim kesib.
ishqilib yomon kunlar o'tib ketdi, mashina turibdi bu yoqda. Hammasi yaxshi bo'ladi. Granit shunaqa uy tagiga olib kelib oldik, polniy hamma narsasini oldik. Salonlardagi hamma narsa sideniya bo'ladimi, nima bo'ladi, polniy hamma narsani chekkaga qo'ydik, даже ko'chada ham uxlab qoldik. Mana ko'rdinglar, uy tagida mashinani polniy yalang'och qildik. Polniy mashinada hech nima qolgani yo'q edi, chunki mashina qurish kerak edi. Pastlarigacha, даже poliglaridan, ya'ni o'zini pastidagi bundoq lattachasi bo'ladi, lattachasining ichi ham suv to'lib, tepaga chiqib qolgan. Mana oyoq qo'yadigan joylar polniy orqalar suv bo'lib ketgan, sideniyalargacha. Sideniyalarni yechib, kechki payt sideniyalarni yechishni boshladik. Bir ikkita dokumentlarni, bir ikkita narsalarni olib chiqdik, ya'ni ho'l bo'lib ketgan narsalarni uyga olib chiqib quritib, mashinani bizga quyosh kerak edi. O'sha payt endi kechki payt shu quyosh kirishiga yaqin shu narsa bo'ldi. Atak bilmadim. Biz ko'chada yotib qoldik, gilam-pilamlarni solib, ko'chada yostiqlarni olib chiqib, ko'chada gaplashib, hammasini qildik. Mashina bo'm-bo'sh ichida hech nima bo'lmagandan keyin ichidagi sideniyalarni quritish kerak edi. Ertangi kuni ertalab quyosh chiqishini kutdik, uxlamadik. Quyosh chiqishi bilan sekin sideniyalarni quyosh tomonga olib chiqdik va albatta sekin hammasini quritdik. Quritganimizdan keyin sekin hammasini taqdik. Mana hozir bugun mana ko'chalar Xudoga behisob shukr, mana mashina ichi yaxshi bo'lib qoldi. Kechki payt 6:30-7 ga yaqin ko'rgan videolarning ahvoli bo'ladi. Mana hozir ichkarida yaxshi bo'lib qoldi. Xudoyor boboyev charchamading. Qulamasdan mana quritib qaraylar, quyosh chiqib yotibdi. Soat 1:30-2 bo'lyapti mahallamizda. Bu pastlarda yotib, hamma endi poliglarni qo'ysak, bagaj orqasini to'g'irlasak, hammasi yaxshi. Bilamdisi bir kun ichida bo'lib qoldi. Hamma narsa bor mana shukr. Deyana mazal haydab yurasan. Ikkinchidan xatoni qilmaymiz endi. Davomlasa. Endi bir qatdan biladik. Shuncha payt mo'ykaga borib endi mo'ykaga borgan bolalarni qaranglar. Bir borgisi kelib qoldi-da bir kanal oldiga. Akkumulyatorlar. Endi faqat mo'ykaga boramiz. Poligdan qo'yib, bemalol haydab yurasan, xudo xolasa. Hammasi yaxshi. Barib ko'rdinglar, kecha qanaqa yalang'och yo'lli edi. Mantlarga javob tashgandek polni ichlarigacha. Zato Spark ichini ko'rmaganim ko'rib oldik bir. Va albatta shundan keyin savol bo'lishi mumkin sizlarda, mashina zavod qildimi yoki mashina yurdimi? Chunki mejigarlargacha ham hammasi qo'l bo'lib ketgandi, polniy narsa. Orada shunaqangi narsa bo'ldiki, bagajda orqada ana quruq salfetka bo'ladi. Quruq salfetkalar qo'l bo'lmay, ana vlajniy salfetkalar qo'l bo'lib ketib yoki mashinaning orqasida bagajda pechenyelar bor edi. Ya'ni nima deydi? Pechenye deb men. Pryanik emas, nima edi? Vafli bor edi, vaflilar ham qo'l bo'lmagan. Ishoninglar, vafli ham qo'l bo'lmaganda, bir ikki narsaga kuldiydi, voy deb. Qanaqasiga, ana kerak emas, ana kerak bo'lsa pasportlargacha ham qo'l bo'lib ketgan. Kerak emas, oddiy, arzon narsalar qo'l bo'lmaganda, qimmat narsalar qo'l bo'lgan. Endi bu hayotda nima deysizlar endi? Nima ham qilardik? Hamma narsani quritdik, ish qilib shu pasportlarni, mashinalarni quritib, quyoshga qo'yib turib, uxlamay daji 1:30 obedgacha soat 2-3 da uje mashinani quritib joyiga qo'yib, sekin uyga kirib uxladik, uyga kirib uxladik. Undan keyin mashina zavod bo'ldi, albatta ichidagi daji motor yoki bir ikkita joyiga masalan etlar ham suv bo'lib ketgan-ku. Quyosh tomonga qarab qo'yib, quyosh bilan quritdik. Daji ichida mana miyasi bo'ladi, mashinaning miyasi bo'ladi-ku, oddiy misol mana bizda miya bor. Qanaqa ishlash, mashinada ham miya bor. Miyalari bor mana qizil, sariq 15, 25, 35 degan. O'sha miyalarga suv kirib ketgan. O'shalarni quritish kerak. Mashinani 2-3 kun quritmasdan haydash iloji yo'q. Qo'l joyida haydaymatsizlar mashina ilohamin. Tushunyapsizlarmi? O'shaning uchun mashinani quritib haydash kerak edi. Polni hamma qurigandan keyin mashina zavod bo'ldi. Zavod bo'lgandan keyin motorni ichiga qattiq remont qildinglar deyishinglar mumkin. Motorni remont qildik. Mashina qurib hammasi joyida bo'lgandan keyin ustaga olib borib motorni to'g'irlatib va usta ham bir hafta deganda mashinani olib chiqib berdi. Mana biz Boboyev bilan hozir mashinani oldiga keldik, bir ko'rib ketgani Boboyev. 10 kundan beri haydamaymiz, nima gap, sog'madingmi? Hech tagini ko'rmagandim bormi? Mana mashina yuradi. Gaz berma ekan, gaz berma. Hozir men tepaga chiqib oldim. Tepadamiz. Xudo xolasa ozgina qoldi. Menda piyola cham cho'nayapti, o'shani to'g'lasak. Xudoyor Boboyev pastda. Mashinani olib chiqqanimizdan keyin biz video qildik, ya'ni Instagramga story qildik. Xudoyor bilan Asadbek qaytdi deb. Assalomu alaykum hammalarga. Mana biz qaytdik, Xudoyor Boboyev. Yo'da brachkalar o'tirib olgan orqada Xudoyor. Men ham tirikman. Men ham singanim yo'q. Xudoyor tirik. Biz ham sinmadik, biz ham tirikmiz, yuribmiz mana. Xursandmiz.
Chunki bir 10 kuncha mashinami, 10 kuncha nari beri mashinasiz yurdik. Shunaqa gaplar. Avvalambor nima bo'lsa hammasi yaxshilikka bo'ladi. U mashinada Xudoyor mashina bilan oqib ketib chiqolmay, shunaqangi suvi napori kuchli bo'lganidan, даже mashina tugul, mashina 1,5 tonna. Tushunayapsizlarmi? 1,5 tonna mashina Spark. Ichidagi Xudoyor ham, Spark ham olib ketib qolyapti. 10 kishi, 15 kishi tushib, to'xtab, itarib, oqizib ketib qolmasin deb ushab turdik. Oxiri hali ham yaxshi. Orqa balon bilan oldi eshik anunga, ya'ni chekka tomondagi yerga tegib qolganidan u ham ushab turgan ekan balon, orqa balon. Shofyor orqa tomondagi balon ham yordam berdi. Oxiri shuni qo'yib yubordi 10 kishi. Glavnisi olib chiqib oldi. Hammasi yaxshi bo'ldi. Glavnisi hozir mana Xudoga bersab shukr mashina yuribdi. Katta saqvomimizda hammasi yaxshi. Shunaqa gap. Albatta nima bo'lsa hammasi yaxshilikka bo'ladi. Men nima bo'lishidan qat'iy nazar, albatta har doim shukr qilishimiz kerak. Bu ham bir balo. Xudoyor o'lib ketishi mumkin edi. Tushunyapsizlarmi? Mayli mashina mayli topiladi ishlasa. 19 yoshli Xudoyor o'rtog'im o'lib ketishi mumkin edi. Xudoyorsiz Xudoyordan ayrilib qolishimiz mumkin. Mencha joydan chiqib kelganiga gapiraylar uni. U payt endi prosta videoga olamadim. Prosta barda cho'kdaydi mashina. Barda cho'kdaydi telefonim. Barda cho'kam to'lib ketgan telefonim ham polni ichlarigacha naushnik anu gnezdo zaryadnik tomonlaridan suv bo'lib ketgan. Telefonim esimga kelib qoldi hali ham. Berib yuboringlar. Shuni telefonni olib artib videoga oldim. Shunaqa yaxshi telefoningiz suvda ishlasa. Shunaqa gaplar ish qilib joyda sizlar uchun video bo'lsin deb o'zimizga esdalik bo'lishi uchun videoga oldim. Siz kerakli joylarni. Shunaqa gap. Undan battari bo'lishi mumkin edi. Balkim Xudoyorni to'xtata olmay bitta o'zim bo'lib ketganimda mashinani itara olmasdan bekorga mashina bilan Xudoyor kanalni qachon kanalni oxiri tugasa o'sha yergacha kanalni oxiri bo'ladi-ku. Kanalni oxirigacha borib yoki beton chiqib qolmaguncha diskani oxirida beton bor. O'shga urilib mashina dabdala chiqib oldidagi shofyor ya'ni Xudoyor bo'lishi ham mumkin edi. Shunisiga ham shukr qilishimiz kerak. Xudoyorga bizga hech kim hech nima qilmadi. Mashinaga ham hech nima qilmadi. Prosta kanalga mashina tushib ketdi, tushunyapsizlarmi? Prosta biz uni quritdik. Glavnisi nima bo'lsa hammasi yaxshilikka bo'ladi. Yana o'sha gapni qaytarayman. Sizlar boshida o'yladinglar bilaman, nima bo'ldi bularga? Nimaga mashinasi unaqa? Nimaga Instagramdan o'tib ko'rdinglar, TikTokdan o'tib ko'rdinglar hozir? Nimaga bunaqa bo'ldi? Nima sodir bo'ldi bularga? Hammasi tinchlikmi ekan deb kirdinglar. Xudoga bersab shukr, hammasi tinch. Hammasi yaxshi. Sizlarga men tushuntirib berganimdan xursandman. Ko'pchilik qiziqdi, tanishlar bildi. Ko'pchilikka nima bo'lganini tushuntirmadik, qo'shnilar so'radi, ko'p tanishlar so'radi nima bo'lganini. Xudolar hammasini sizlarga tushuntiramiz deb ularga ham aytib qo'ydim. Mana sizlarga ham tushuntiryapman. Bo'lmasa sizlar bilan xayrlashamiz, videomizni yakunlaymiz. Sizlar bilan Asadbek Abdumavlonov bo'ldi. Sizlarni ko'rib turganimdan, sizlar bilan ko'rganimdan, sizlarni gaplashganimdan, meni ko'rganinglardan juda ham xursandman. Glavnisi hammamiz sog' salomatmiz. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha hammalarga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Shu videoga like bosib qo'yinglar. Biz shuncha harakat qildik. Sizlar ham kanalga podpiska qilmagan bo'lsangiz, podpiska qilib qo'yinglar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bachalar, mana biz qaytdik, mana biz. Xudoyorjon o'tiribdi. Singanim yo'q. Biz hali singanmiz. Men hali tirikman, ishoninglar. Voy bizda, voy bu. Chetamiz biz, yurimiz. Biz hali sinmadik. Biz hali tirikmiz. Agar video ko'rgansiz o'shadan like qilib. Biz hali ko'chalardimda rullarni ushlab o'tib ketamiz hali pipellarda 401da. Bizni ko'rsanglar salom berib qo'yinglar.